Nemishqa ko'pincha dadalar bolani darsdan sirtqi ko'rsatib berishni qo'llamaydi. Onalar bo'lsa bu ishga nihoyat aktiv bo'ladi. Sizga aytsam, buning orqasidagi masala aslo pulda emas, balki har bir oilaning ichiga yoshirilgan tushuncha jihatdagi bir maydon jimjit jangda. Bu jangni tushunib olsangiz, qo'shimcha ko'rish masalasini emas, nikohnimi, inson tabiatini, hatto umringizning ko'p qismini qandoq qilib boshqalarning ittirishi bilan o'tkazib kelganligingizni tushunib olasiz. Oldi bilan odamning yuragiga tegadigan bir haqiqatni aytaylik. Onalarning bolasini ko'rishlar aktivlik bilan tizimtishi ko'pincha bolaning haqiqatan ehtiyoji bo'lganligidan emas, balki onaning qo'rqqanligidan bo'ldi. Nimadan qo'rqidi? Ona bolasining boshqalarning orqada qilishidan, sabtdan tushib qilishidan qo'rqidi. Diqqat qilib baksangiz, onalarning uchur manbasi nima? Ota-onalar guruhi o'ltiraq rayonda balani o'ynatib chiqqanda tunishgan ota-onalar chembriki va qisqasinlardagi boshqalarning bolalarining tuyuqsiz olg'a o'tib ketgan hikoyalari. U har kuni hamma odam talashib yuguradigan bir muhitning ichida yashaydi. Boshqalar bolasini 3 ko'rishga tizimlatsa, siz hech qaysi tizimlatmasangiz, go'yo bolasining istiqbolini kechib turib qo'ygan onaga aylanib qolasiz. Bu besimni dada his qila olmasligi mumkin. Ammo ona har kuni bu xil besimni ko'tarib yuradi. Undaqda dada nimishqa qo'llamaydi? Uni pulga chidamaydi deb o'ylamsiz? Xatolashdingiz. Dadaning uchur manbasi xizmat o'rni. U ishxonada kimlarning yaxshi taraqqiy qilayotganligini aniq ko'rib turdi. Ular ko'pincha maktabda bir necha so'zni ortiq yodlaganligiga emas, balki odamlar bilan muomala qilishni bilganligiga, besimga chidamliqligiga va tafakkurning jonliqligiga tayindi. Dadaning ko'nglida mundaq bir hisobot bor. Men 20 ming yuan xarjlab, oxirida yerib charchab ketgan bir bolaga erishsam, buning arzimdi. U bolasini yaxshi ko'rmaydi emas, faqat boshqa bir xil hisoblash usuli bilan yaxshi ko'rdi. Oddiy aytganda, ona solgan mablag' bilan chiqadigan natijani hisoblaydi. Dada bo'lsa, fursat narxini hisoblaydi. O'xshash 20 ming yuanni ko'rishga xarjlamdik yoki bolani dunyoni ko'rishga elib chiqqandik. Bu ikki xil hisobning to'g'ri xatosi yo'q. Faqat qarash nuqtasi o'xshamaydi. Shunga dada bilan onaning amaliyoti hech qaysi xato emas. Ular faqat butunlay o'xshashmaydigan ikki maydonda turib, o'xshamaydigan ikki xil manzarani ko'ryapti. Ona ko'z oldidagi bolaning sinfdagi rad tartibini ko'rdi. Dada bo'lsa, 20 yildan keyin bolaning nimaga tayinib non tepishini ko'rdi. Lekin amdiki gap eng muhim, cho'qim oxirga janglang. Psixologiyada teatrxona effekti deydigan bir uqum bor. Bu nimadan darak beradi? Aslida hammalar teatrxonada o'ltirib o'yin ko'rayotgan. Tuyuqsiz oldin qatordagi bir odam o'rnidan turdi. Keyingilar ko'ra olmay qoldi. Ularmi tang o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Oxirida butun teatrxonadagi odamlar o'rib turib o'yin ko'rdi. Aytanga, o'rib turib ko'rgan o'yin bilan o'ltirib ko'rgan o'yinning farqi bormi? Yo'q. Lekin hamma odam texmi charchab ketadi. Darsdan sirtqi ko'rish masalasimi ko'pincha butun oila birga o'rib turib o'yin ko'rishga o'xshaydi. Pul qaytlandi, bola charchadi. Natija shu. Hammaylar yana o'xshash boshlanish siziqiga qaytib keldi. Faqat bu boshlanish siziqining bahosi texmi qimmat bo'lib ketdi. Iqtisodshunoslikda buni o'zaro xo'ritilgan ichki raqobat deydi. Hamma odam texmi ko'p badal to'laydi, ammo erishilgan natija o'zgarmaydi. Undaqda darsdan sirtqi ko'rishga tizimtish kerakmi yoki kerak emasmi? Oldirmang. Men sizga 3 hukm qilish o'lchimini aytib beray. Har bir jumlaning amaliy qiymati bor. Birinchi, bolaning bilimida bo'shliq bormi yoki u allaqachon to'yinib bo'lganmi? Shuningga qarang. Agar bola ma'lum bir bilim nuqtasini haqiqatan tushunmagan bo'lsa, bu xuddi suvchiligining bir yeri tushilib qolgan o'xshaydi. Bundaq ahvolda darsdan sirtqi ko'rish orqali tushishni itish foydali. Ammo bola allaqachon o'qishdan qattiq erib ketgan bo'lsa, siz yana chilak suv quyiversangiz, suv faqat teshib ketadi. Pulingiz bekor ketib qolmay, bola o'g'nishdinmi zerikib qoladi. Ikkinchi, siz to'liqlamoqchi bo'lganingiz bilimmi yoki o'zingizning tashvishimi? O'zingizdan so'rab baqing. Bu ko'rishga qatnashishni bolangiz o'zi talab qildimi yoki ota-onalar guruhida boshqalarning bolasini tizimlatayotganligini ko'rib, ko'nglingiz aloqazada bo'libla pul to'ldingizmi? Agar keyingisi bo'lsa, men sizga avval o'zingizning ro'yi holatingizni tanishib, ondan bolangizning darsini to'liqlashni tavsiya qilaman. Uchinchi, shundaqla eng keskin bir o'lcham. Oilada ma'ruf munosabat qarorini zodi kim chiqaryapti? Bir oilaning eng yaxshi holatida onaning degani hisob emas, dadaningmi degani hisob emas. Eng yaxshisi ikkisi o'zi ko'rgan bilimlarni bir yerga mujassamlash kerak. Onaning jiddiylik tuyg'usi bilan dadaning uzoq muddatli nazari qo'shilganda, ondan to'liq bir xarita hosil bo'ldi. Yerim xaritaga qarab yo'lga chiqqan oila hamon xato yo'lga kirib qoldi. Sizga darhol qo'llangan bo'ladigan bir usulni aytay. Balani ko'rishga tizimtishdan ilgari butun oila jam bo'lib 10 minutlik bir oila yig'ini eting. Avval bola so'zlasin. Ondan ota-ona fikr bildirsin. Shu chog'da bolangizning siz o'ylagandanmi bakrak sagak va aniq fikrli ekanligiga hayron qolasiz. Qadimgilar bu masalani allaqachon aniq aytib bo'lgan. Lozning mundaq bir so'zi bor. Bir odamga biliq bergandan uningga biliq tutishni o'rgatgan afzal. Oddiy qilib aytganda, bolaga bir biliq bersangiz, u bir kun to'ydi. Uningga biliq tutishni o'rgatsangiz, u bir umr och qolmaydi. Ko'rishga tizimtish dal shu bir tal biliq. Ya'ni ko'z oldidagi bir qatimliq imtihon numeri. Ammo bolaning diqqatini yig'ish iqtidori, qiziqishi va o'ng'ursizlikni bardosh qilib berish iqtidori bo'lsa, haqiqiy biliq tutish mahorati.
Shundaqla bir umr ishlatadigan beliq qarmog'idir. Qanchilgan oila qimmat bahoda beliq setib olib, bolasining qo'lidagi beliq tutish qarmog'ini o'z qo'li bilan sundirib etdi. Psixologiyada ichki harakatlantirgich kuyish deydigan bir uqum bor. Bir bola o'gnishdan bezor bo'lib qolsa, bahasi qancha qimmat ko'rsa bo'lsa-mu, uni qaytarib kela olmaydi. Ammo ko'zida nur bor bolani bo'lsa, to'ssingizmi olg'a yugurishdan to'xtalmaysiz. Texmi cho'nqurroq qarasak, dada bilan anning qo'shimcha ko'rish masalasidagi ixtilofi mohiyatda ikki xil hayot qarashining to'qinishidir. Biri vaqt va kuchni ko'plab sarf qilsa, cho'qim g'alaba qilg'il bo'ldi deb ishindi. Yana biri to'g'ri yo'nalishni tanlash, bosh ko'tarmay jafoliq ishlashdan muhim deb qaraydi. Haqiqiy aqlli ota-onalar bo'lsa, uchinchi xildagi kishilardir. Ular ma'rifning hargizmi qurol-yarog' raqobat emas, balki dehqonchilik ekanligini bildi. Zarar terib boqqanmi? Maysini har kuni tortib, buyi o'stimi yo'q deb qarab tura olmaysiz. Siz faqat tuproqni yumshtib, sug'urib, kun nuriga qoqlab, ondan savr bilan kutalaysiz. Bir falasofning men bak yoqtiradigan bunday bir so'zi bor: "Ma'rif bir chilak suv to'ldirish emas, balki bir o't yolqinni tutashtirishdir." Darsdan sirtqi ko'rish eng ko'p bo'lganda chilak suv quyish xolos. Bolaning ko'zidagi nurni ko'rish va shu nurni qo'g'dab qilishlar haqiqiy o't tutashtirishdir. Shunga kelar qatim qo'shimcha ko'rish sababdan jidallashib qolganda, avval kimning to'g'ri, kimning xato ekanligini talashmang. Har ayol ikkinglar o'ltirib, faqat bir savolni so'ranglar. Biz zodi bir imtihon mashinasini yetishtiramdik yoki 20 yildan keyinmi hayotni suydigan, masalalarni o'z hal qila oladigan mustaqil bir inson yetishtiramdik. Bugun balangizga berishdan ayagan har bir ulush savr toqatning o'rnini kelgusida 10 hassa badal bilan to'ldirasiz. Ammo bugun balangizning qalbiga tergan har bir ulush tamkinlik 20 yildan keyin uning oyoq ostidagi yo'lga aylanadi. Bu masalani obdan o'ylab yetsangiz, balani darsda sirtqi ko'rishga berish bermaslikning javobi o'zligidan chiqdi.